Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 39. sure Zumar. Mekke'de nazil bo'lgan 75 oyat. Nahayet şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bu kitob g'olib, hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidan nazil qilingandir. Sana biz bu kitobni haqiqatan haq bilan, ya'ni haqiqatni o'z ichiga olgan holda nazil qildik. Diningni sherikdan va riyodan saf qilganing holda Allohga ibodat qilgin. Bilinglarki, sherikdan va riyodan saf din Allohga xosdir. Allohni qo'yib ma'budlarni himoyachi qilib olganlar, bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirish uchundir deydi. Alloh haqiqatan qiyomat kuni ularning ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqaradi. Alloh haqiqatan yolg'onchini, Allohning ne'matlariga kufrlik qiluvchini hidoyat qilmaydi. Agar Alloh bola tutishni xohlasa edi, albatta maxluqot ichidan xohlaganini ixtiyor qiladi. Alloh bola tutishdan pokdir, u g'olib bir Allohdir. Alloh osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Alloh kechani kunduzga kirgizdi va kunduzni kechaga kirgizdi. Alloh kun bilan oyni bandalarining manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, o yani Allah öz işida g'olibdir, bandalarining gunohlarini to'limi mag'firat qiluvchidir. Allah sizlarni bir odamdan yaratdi. Ondan onun juftini, ya'ni Havvoni yaratdi va hayvonotlardan 8ni sizlar uchun yaratdi. Allah sizlarni onanglarning qornida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni obimani, ondan laqtiqon, ondan parcha go'sht bosqichlariga bo'lib, uch qorong'uliq, yani bala hamrohining pardasi, bachchidan va onaning qo'rsig'i ichida yaratdi. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Podshohlik Allohga xosdir, uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Qandoqmi uningga ibodat qilishdan uningdan g'ayriga cho'qinishga burilib ketisizlar? Agar kofir bo'lsanglar, Alloh sizlardan behojatdir. Alloh bandalarining kofir bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Agar sizlar shukr qilsanglar, Allah sizlarning qilgan shukringlardan rozi bo'ladi. Bir gunohkor odam boshqa birovning gunohini ustiga olmaydi. Ondan sizlar Parvardigoringlarning dargohiga qaytisizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga aytib beradi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni to'liq bilguvchidir. Insonga biroz ziyon zahmat yetsa, Parvardigoriga yuzlangan holda uningga duo qiladi. Ondan Allah o'z tarafidan uningga ne'mat ato qilgan, onun beshiga kelgan kulfatni ko'tarib o'tgan chaqda Allohga ziyon zahmatni ko'tarib o'tish to'g'riliq ilgari qilgan duosini unutib ketadi. Boshqalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun Allohga sheriklarni keltiradi. Aytqanki, sen kufring bilan turib, bu fani dunyodan ozgina vaqt bahramand bo'lgin. Sen cho'qim do'zax ahlidinsan. Allohga sherik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Parvardigoringning rahmatini umid qilib kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Aytqinki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi, faqat sog'lom aql egalari iborat oladi. Aytqinki, ey Allohning mo'min bandalari, Parvardigoringlarga taqvodorlik qilinglar. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Allohning yeri kengdir. Kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Faqat savr qiluvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Aytqinki, men dinni sherikdan va riyoddan saf qilgan holda Allohga ibodat qilishga buyurildim. Hamda bu ummatning ichida musulmonlarning avvali bo'lishga buyurildim. Aytqinki, agar men Parvardigorimga osiylik qilsam, shubhisizki buyuk kunning azobidan qo'rqaman. Aytqinki, dinimni sherikdan va riyodan saf qilgan holda Allohga ibodat qilaman. Sizlar Allohdan boshqa xoliqinglarga ibodat qilinglar. Aytqinki, qiyomat kuni o'zlarini va oilasidagilarni ziyon tatqizguvchilar qattiq ziyon tatquvchilardir. Bilinglarki, ana shu ro'shan ziyondidir. Ularni ustidan qatma-qat o't, ostidan qatma-qat o't o'rib oladi. Shu qattiq azob bilan Alloh bandalarini qo'rqitadi. Ey bandalarim, azobimdan qo'rqinglar. Tağutga cho'qinishdan yiroq bo'lganlarga, Allohga va uning ibodatiga qaytganlarga jannat bilan xushxabar beriladi.
Sözgü quloq selib, uning eng yaxshisiga ergishadiganlarga, ya'ni taqvodor bandalarimga xush xabar bergin. Ana shular Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ana shular sog'lom aql egalaridir. Kimga azob va'dasi tegishli bo'lsa, o cho'qim do'zaxga kiradi. Sen do'zaxdagi odamni qutqizolmaysan. Lekin dunyoda Parvardigoridan qo'rqqanlar jannatda qavat-qavat oliy imoratlardan bahramon bo'ladi. Ularning ostidan o'stanglar eqib turadi. Bu Allohning va'dasidir. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sen bilmamsanki, Alloh bulutdan yomg'ir yog'diradi. Ondan uni yerga singdirib buloqni paydo qiladi. Ondan Alloh uning bilan rangi xilma-xil ziroatlarni undiradi. Ondan u quriydi. Uning sarg'ayib ketganligini ko'rasan. Ondan Alloh uni shaxshumbuga aylantiradi. Uningda haqiqatan aql egalari uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ibrat bor. Alloh ko'ksini islom uchun keng qilgan, Parvardigorning nuri ustida bo'lgan odam, dili ko'r odam bilan o'xshashmi? Allohning zikrini tarik etganlikdan dillari qetib ketganlarga voy. Ana shular ro'shan gumrohlikdir. Alloh so'zlarining eng chiroyli bo'lgan Qur'onni nozil qildi. Fasohatda, balog'atda uning ba'zisiga o'xshab ketadi. Vaz-nasihatlar, ahkomlar, qissalar uningda takrorlanadi. Qur'ondagi azob oyatlari tilovat qilingan chaqda Parvardigordan qo'rqadigan kishilarning badallari titraydi. Ondan ularning zikri uchun, ya'ni Allohning rahmati, mag'firatiga doir oyatlar tilovat qilingan chaqda ularning badallari va dillari yumshab orom topadi. Ana shu yana Qur'on Allohning hidoyatidirki, uning bilan Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi. Alloh ozdirgan odamga hech hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Qiyomat kuni qattiq azobni yuzi bilan mudofaa qiladigan odam azobga duchor bo'lmaydigan odam bilan o'xshashmi? Zolimlarga, ya'ni kofirlarga qilgan gunohlaringlarning jazosini tetinglar deyiladi. Ulardan ilgari o'tgan ummatlar payg'ambarlarni inkor qildi. O'ylamagan yerdan ularga azob keldi. Alloh ularga bu dunyoda xorliqning ta'mini tetitdi. Oxiratning azobi texmi buyukdir. Ular oxiratning azobini bilsa edi, payg'ambarlarni inkor qilmaydi. Biz sizlarni vaz-nasihat olsin deb bu Qur'onda ularga turli misollarni bayon qildik. Qur'on arabchadir, agirlikdan xolidir. Umidki, ular Qur'onning ma'nosini tushunib kufrdan saqlang'ay. Alloh sizlarga mundaq bir misolni keltirdi. Bir qul bo'lib, uningga ishq selishni talishadigan nurg'un xo'jayinlar igdorchilik qiladi. Birsi bu ishqa, birsi u ishqa buyuradi. U kimni rozi qilishni bilmay qoladi. Yana bir qul bo'lib, u bir odamga xosdir. Bu ikki qul, ya'ni uning ahvoli barobarmi? Jimi hamd sana Allohga xosdir. Balki ular yana mushriklarning to'lisi bilmaydi. Sen haqiqatan o'lisan, ularmi haqiqatan o'ladi. Ondan keyin sizlar qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida bir-biringlar bilan da'vo qilasizlar. Allohga yolg'onni chaplagan, nozil bo'lgan rost so'zni, ya'ni Qur'onni inkor qilgan odamdanmi zolim kishi bormi? Jahannamda kofirlarga o'rin yo'qmi? Rost so'z, ya'ni Qur'onni ib kelgan kishi va uni e'tirof qilgan kishilar ana shular taqvodorlardir. Ular Parvardigorning dargohida o'zlari xohlagan narsalardan bahramon bo'ladi. Ana shu yaxshi ish qiluvchilarning mukofotidir. Alloh ularning eng yomon amallarini yo'q chiqaradi. Ularga qilgan eng yaxshi amallar bo'yicha savob beradi. Alloh bandasiga, ya'ni Muhammad alayhisalomni qo'g'dashga va uningga yordam berishga yetarlik emasmi? Ular seni Allohdan boshqa ma'budlar bilan qo'rqitadi. Alloh gumroh qilgan odamni hech hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Alloh hidoyat qilgan odamni hech ozdiruvchi bo'lmaydi. Alloh g'olib, dushmanlarni jazolag'uchi emasmi? Agar ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rasang, shubhisizki ular Alloh yaratgan deydi. Aytqinki, agar Alloh menga biroz zahmat yetkazishni iroda qilsa, uni dafi qilishga, yo Alloh menga rahmat qilishni iroda qilsa, uni to'sib olishga Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar qodir bo'la olamdi? Menga aytib beringlar-chi. Aytqinki, menga Alloh kifoyadir. Tavakkul qiluvchilar uningga tavakkul qilsin, ya'ni hamma ishini Allohga topshirsin. Aytqinki, ey qavmim, sizlar o'z holinglar bo'yicha ishlanglar.
menmi o'z holim bo'yicha ishlayman. Sizlar uzunga qolmay qorlig'uvchi azobning kimga keladiganligini, mangulik azobning kimga tushadiganligini bilasizlar. Shubhisizki, biz sana kitobni insonlar uchun haq bilan nozil qildik. Kimki hidoyat topadigan, o'zi uchun hidoyat topgan bo'ladi. Kimki ozadigan, o'zining ziyni uchun ozgan bo'ladi. Sen ularga homiy emassan. İnsanlar o'ladigan chaqlarida Allah ularning jonlarini oladi. O'lmaganlarning jonlarini uxlagan chaqlarida oladi. O'limga hukm qilingan, ya'ni ajli yetganlarning jonlarini tutib qilib, qolganlarning jonlarini muayyan vaqtgacha, ya'ni ajli yetkichi qo'yib beradi. Buningda fikr yurgizadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Ular fikr yurgizmadi, balki Allohni qo'yib shafaatchilarni tutdi. Aytganki, ular yana shafaatchi qilinganlar hech narsaga qodir bo'lolmaydigan va hech narsani sezmaydigan tursimi, ularni shafaatchi tutamdi. Shafaatning hammasi Allohning ilkididir. Hech odam Allohning iznisiz shafaat qilolmaydi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Ondan sizlar Allohning dargohiga qaytirilsizlar. Yolg'iz Alloh tilga ilinsa, oxiratga ishonmaydiganlarning dillari siqilib ketadi. Allohdan boshqa ma'budlar tilga ilinsa, ular xush bo'lib ketadi. Aytqinki, ey osmonlarni va zaminni yaratquvchi, yoshirinni va oshkorni bilguvchi Alloh, sen bandalarning orasida ular ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqarsan. Agar o'zlariga zulm qilganlarning igdorchiligida yer yuzidagi narsalarning hammasi, yana shuningdek bir hassa ko'p narsa bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kunidagi qattiq azob uchun uni fidya bergan bo'ladi. Ularga Alloh tarafidan bu dunyodagi chog'larida o'ylab boqmagan azoblar oshkor bo'ladi. Ularga ularning dunyoda qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ularning dunyodagi chog'da payg'ambarning da'vatini masxir qilganliklarining jazosi uchun ularni qattiq azob o'rib oladi. Insonga bir musibat yetsa, bizga duo qilib iltijo qiladi. Ondan uningga marhamat qilib, bir ne'matimizni ato qilsak, u bu ne'mat menga o'z ilmimdan, ya'ni fazlimdan, amgikimdan, tirishchanligimdan, rizq tepishning yo'llarini egillaganligimdan keldi deydi. Ish u o'ylagandek emas, balki u sinoqdir, ya'ni ne'mat ato qilish bilan uni itoat qilamdo, osiylik qilamdo deb sinaymiz. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. Mundaq so'zni ulardan ilgirkilarmi qilgan, ularning erishgan mol-mulklari ularga asqatmadi. Ular dunyoda qilgan yomonliklarining jazosini tatdi. Ularning ichidagi zulm qilganlarmi qilgan yomonliklarining jazosini tatdi. Ular azobimizdan qutulamaydi. Ular bilmamdiki, Alloh sinash yuzidan qolgan odamning rizqini keng qiladi, qolgan odamning rizqini tar qiladi. Shak shubhisizki, buningda iymon etgan qavm uchun nurg'un alomatlar bor. Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Alloh haqiqatan qolgan odamning jimi gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki, Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Sizlarga azob kelib, yordamga erishmaganinglardan burun Parvardigoringlar tarafga qaytinglar va uningga itoat qilinglar. Sizlar tuymagan holatda sizlarga azobning ushtumtut kelishidan ilgari sizlarga nozil qilingan eng go'zal Qur'onga ayishinglar. Har qanday odam Allohning toatida ketkizib qo'yganlarimga hasrat, men Allohning shariatini va dinini masxir qiluvchilardan edim deb qolmasligi uchun yoki Alloh meni hidoyat qilgan bo'lsa, hidoyat tepib albatta taqvodorlardan bo'latdim deb qolmasligi uchun yoki azobni ko'rgan chaqda Kaşki dunyoga qaytishimga bo'lsa edi, o chaqda Allohga itoat qilib, yaxshilardan bo'lar edim deb qolmasligi uchun Parvardigoriga bo'ysunsin. Durust, haqiqatan sana mening nurg'un oyatlarim, ya'ni hidoyatga sabab bo'ladigan Qur'on keldi. Sen ularni inkor qilding, bo'yin tovliq qilding, sen kofirlardan bo'lding. Qiyomat kuni Allohga yolg'onni chaplaganlarning yuzlarini qop-qora ko'rsan. Cehennemde mutakabbirlarga o'rin yo'qmi? Allah şeriktin va gunohdan saqlanuvchilarni baxtga erishtiradigan yo'llar orqali azobdan qutulduradi. Ularga kulfat yetmaydi, ular qayg'urmaydi. Allah her narsani yaratquchidir, hamma narsaga homiydir, ularni xohlagancha tasarruf qiladi.
Osmonlarning va zaminning xazinalarining ochqishlari Allohning ilkididir. Allohning oyatlarini inkor qilganlar ana shular ziyon tortquvchilardir. Ey Muhammad, aytqinki, ey nadallar, meni Allohdan g'ayriga ibodat qilishga buyurumsizlar? Sana va sendan ilgirki payg'ambarlarga agar sen Allohga sherik keltirsang, sening amaling albatta bekor bo'lib ketadi. Sen albatta ziyon tortquvchilardan bo'lib qolasan, balki yolg'iz Allohga ibodat qilgan va shukr qiluvchilardan bo'lg'in deb vahiy qilindi. Ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Qiyomat kuni zamin butunlay Allohning changilida bo'ladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turadi. Allah ular yani mushriklarning sherik keltirgan narsalaridan pokdir va ustundir. So'rchilinganda osmonlardagi va zamindagi Alloh xohlagandan boshqa mahluqotlarning hammasi o'ladi. Ondan so'r ikkinchi qitim chilinganda nagahan ular turib nimaga buyurilganliklariga qarab turadi. Mashargoh Parvardigorning nuri bilan yo'riydi. Nomi amallar hozir qilinadi. Payg'ambarlar va guvohchilar keltiriladi. Ularning orasida adil hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. Har odamga qilgan amallarining mukofoti yoki jazosi to'liq beriladi. Alloh ularning amallarini obdan biladi. Kofirlar jahannamga top-top bo'lib haydaladi. Ular jahannamga yetib kelganda jahannamning darvozalari ochiladi. Jahannamni boshqaruvchi farishtalar ularga oranglardan sizlarga Parvardigoringlarning oyatlarini sizlarga o'qib beradigan bugungi uchrashishning borligidan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi deydi. Ular shundoq payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlari tufaylidan kofirlarga tegishli bo'ldi deydi. Ularga jahannamning darvozalaridan kiringlar, jahannamda mangu qilinglar, mutakabbirlarning joyi nima degan yomon deyiladi. Parvardigoriga taqvodorlik qilganlar jannatga top-top bo'lgan holda mangdiriladi. Holbuki ular jannatga yetib borgan chaqda uning darvozalari ochilib bo'lgan bo'ladi. Jannatga muakkal farishtalar ularga sizlarga omonlik bo'lsin, sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar, jannatga kiringlar, uningda mangu qilinglar deydi. Ular jannatga kirib o'rlashgan chaqda aytadi: "Jimi hamd sana Allohga xosdirki, u bizga qilgan va'dasini ishga oshirdi. Jannatning ziminiga bizni varis qildi. Jannatda o'zimiz xohlagan joyda turamiz. Ishliguvchilarning ajri, ya'ni jannat nima degan yaxshi?" Farishtalarning Parvardigoriga tasbih etgan hamda etgan holda arishning cho'risini o'rab turganligini ko'rsan. Ularning orasida haqqoniy hukm chiqariladi. Mu'minlar jannatga kiradi, kofirlar do'zaxga kiradi. Jimi hamd sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir deyiladi.